Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunli xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunli xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş katibi Antonio Guterres Xitoyning Tianjin shahrida o'tkazilgan Shanxay hamkorlik tashkiloti yig'iniga qatnashib, dunyodagi hamma ofatlarni tilga ilib, Sharq Turkistondagi mavjud vaziyatni ko'rmasdan kelishi kishilik huquq tashkilotlarining ayblashiga uchragan. Xitoyning Tianjin shahrida o'tkazilgan Shanxay hamkorlik tashkiloti yig'iniga qatnashgan BDTning baş katibi Antonio Guterres mazkur yig'inda Gazadagi urushni, Rossiya-Ukraina urushini oxirlashtirish, Sudan, Berma, Suriya va Afg'onistonning tinchlikka kapolatlik qilish qatorliq dunyo miqyosidagi bir talay ofatlarni tilga olgan. Ammo u Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik haqida zuvan surmagan bo'lib, uning Sharq Turkistondagi mavjud vaziyatni ko'rmasdan kelishi kishilik huquq tashkilotlarining ayblashiga uchragan. Mazkur yig'inga qatnashgan Antonio Guterres Xitoyning dunyo tinchligini saqlashda boshlamchilik rolini madilab, o'zi rahbarlik qilayotgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining 2022-yili 8-oyning 31-kuni e'lon qilgan dokladini va bu dokladda o'ttirib qo'yilgan Xitoy Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik yurgizayotdi degan hukmni unutib qolgan. Amerika Federatsiya tekshirish idorasi 22 nafar Xitoyga Amerikaga fentanil zahri to'sh jinoyati sababli tutish buyrug'i e'lon qildi. Amerika Adliya ministrligi Xitoy fuqarolariga chetishliq zaharlik chekimlik va pul yuvish jinoyati bilan shug'ullangan Xitoy fuqarolari va shirkatlarini o'z ichiga olgan o'nlagan javobgar ustidan shikoyat qilib tutish buyrug'i e'lon qilgan. Bosh taftish Pamela Bondi mundaq degan: Amerikaliklarni fentanildan qo'g'dash bu ministrlikning eng muhim vazifalarining biri. Amerikaga ajallik zaharlik chekimlik kelib keldigan xalqaro liniyani kesib tashlaymiz. Biz Xitoy shirkatlari Amerikaga zaharlik chekimlik to'shishini to'xtatmoqchi va bu jinoyatga qatnashgan hammalarni tez, to'liq adolatga taslim qilmoqchi aram olmaymiz. Amerika Ohio shtati Janubiy rayonining advokati Dominic Geras mundaq deydi: Aybnomamizda Xitoy shirkatlari va uning qarashli chet elliklarning qasdan va ochiq-oshkor holda fentanilga va uning o'xshaydigan zaharni bozorga solganligi, yetkazilganligi va Amerikaga eksport qilganligi, hatto bu davlat tarqatilgan fentanilning mahsulot miqdori va quvvatini oshirish uchun harakat qilganligini ayblash bilan birga sud hujjatida tushuntirilgandek, bu ajallik zaharli chekimliklar Ohioning janubidagi rayonlarda bevosita etilgan deydi. Amerika Federatsiya tekshirish idorasining boshlig'i Kash Patel bu haqda bugungi bayonot Amerika Federatsiya tekshirish idorasining 10 minglagan amerikalikni o'ldirgan va Xitoy cho'ng quruqliqidagi oldingi ximiyalik buyumlarni ishlab chiqaradigan shirkat va shaxslarni ayblaydigan tunji qatimli xalqaro harakatning belgisi. Bu harakatda jinoyat dalili bo'lgan 70 million amerikalikni o'ldirishga yetkudek fentanil parashuki qo'lga tushirdik. Biz hozir Xitoyning oldingi qatordagi shirkatlarni aybladik va bu ajallik savdoga qolaylik yaratib beradigan mablag' iqishni pash qildik degan. Xitoy Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni pardozlash uchun taklif qilgan turk muxbirlar Xitoyning ta'tir tashviqotini qilmoqda. Tajovuzchi Xitoy hukumatı dunyo jamoatchiligining noroziligini pasaytish, Uyg'ur irqiy qirg'inchilik jinoyatini oqlash uchun chet el axborot vositalari va muxbirlarni mustamlika ostidagi Sharq Turkistonga taklif qilishni davomlashtirmoqda. Xitoyning kundalik gazeti, Guangming kundalik gazeti va Xitoy hukumatining taklifi bilan 8 Turkiya taratqusining 11 muxbirini o'z ichiga olgan bir guruh axloqsiz jurnalistlar irqiy qirg'inchilik davom qilayotgan Sharq Turkistonga Xitoyning nazorat ostida 9 kunlik ziyoratga borgan. Bu atalmış jurnalistlar Guangming gazeti bilan suhbatlashgan va Sharq Turkistondagi zulm va ziyonkashliklarga parvo qilmay qolmasdan, aksincha Xitoyning ta'tir tashviqotini qilishga boshlagan. Xitoy gazetining bosh maqolasida bu axloqsiz muxbirlarning Sharq Turkistonda hamma kishining baxtlik va rozimanlik bilan yashaydiganligi to'g'risidagi bayonlari yozilgan. Xitoy bu ziyoratning maqsadining turk jurnalistlar orqali irqiy qirg'inchilik jinoyatini oqlash ekanligini qilchi uyushtirmagan bo'lib, Guangming gazetining bosh muharriri Yango qatnashuvchilariga qilgan so'zida sizlarning yozgan Xinjiang hikoyalarining Turkiya jamiyati ichida keng tarqalishini umid qilamiz degan. Turkiyada chiqadigan Qrim xabarlari buni qattiq ayblab, turk jurnalistlar Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni oqlash uchun Xitoyning do'mbiqini chalmoqda. Ular Xitoyning irqiy qirg'inchiligi, madaniyat qirg'inchiligi,
Assimilasiya siyosatini Sharq Turkistonda markaziy shaharlarda Uyg'ur nüfusining azlab ketganini ko'rmagan deydi. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha görüşkiş aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalıga a'zo bo'lishni unutmang. Xeyr xo'sh.